Assalomu alaykum. Akalar, mana tunikani qirqadigan stoniklarimiz. Mana 19 sm tunikani qirqadi akalar. Qirqishlari juda ham yengil mana. Oson qirqasizlar, mana bu yerda qaytchasi bor. Ana joylab turib o'z razmerlari bor. Bitta qirqasizlar akalar, mana holat kelib chiqadi. Bitta to'ntarib tomon solasizlar. Shuni qirqasizlar. Mana shu holat kelib chiqadi akalar. Bitgandan keyin mana bu narsa bo'ladi akalar. Mana shu holat to'lyapti akalar. Ko'ryapsizlarmi? Endi mana detalimiz bor mana. Bu yondagi bu. Yonni ham xudo xolasa mana tig'larni tayyorlanyapti, zakat o'tkazib boshlangan. Buni ham bir qator to'liq videosini chiqaramiz xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Kimga qanday tunika xizmatlar kerak bo'lsa, tunika qaychi qiladigan stonikchalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Nomerlarni ekranga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar akalar. O'zbekistonning barcha hududlaridan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beriladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham dastlab chiqarib berish akalarimiz. Qaychilarimiz har xil turlaridan bor. Buni ham ko'rsatamiz. Akalar, mana qaychilarimiz 3 gacha do'ppicha qirqadigan qaychimiz. Bu 12,5 yulduzcha kesadi, kichkina yulduzcha kesadi, bolachasi bu. Bunisi ham xuddi shunaqa, bu laminat hali qo'yilgani yo'q. Bunisi bir tarafi 3 gacha do'ppicha kesadi, bir tarafi 12,5 yulduzcha kesadi akalar. Mana shu holatda kesib beradi bir tarafi do'ppicha kesib beradi. Kimga qanday stonik kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana tashqarida mana universal stonikchamiz bor ekan. Akalar, bunimiz 3 gacha kesadi, bunimiz 45 kesadi. Orasi eng maksimal tarzda qisqartirilgan holati 5 sm qirqadi akalar. Bunisi 90 qirqadi, 90. Bunisi ham 3 gacha qirqadi. O'p hammasi bitta bosganda qirqadi mana. Ko'ryapsizlar mana. Akalar, kimga qanday stonik kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Hammaga omad, charchamayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Like, podpiskalardan video chiqarish bizdan.